Oylada tapqı yamışız. Uyanın manzarası bək çırayliq ekan. Agar fursat bo'lsa, cho'qim Fushan teg'iga berib kelinglar. Quyosh chiqqan vaqtda quyosh xuddi ufqdagi bulutlar orasidan chiqqandek shundoq fayz ko'rinadi ekan. Shundoqmi? Ang yaxshisi o'zinglar ko'rib kelinglar, depagini bilan tushunmaysizlar. Nima degan chiroyliq? Meningmi bog'im kelyotidi. Adashim bu xiyolingda vazgeç. Meningcha hargiz taqiyamishmaysan. Bu bodak to'g'ri deydi. Nima deyapsizlar? Qarab turinglar, men sizlarga ko'z tutib qo'yman. Doda, meni Fuji teg'iga opiring bo'lamdi. Sen cho'ng'ig'andiroq bir gap bo'lsin. Nimishqa cho'ng bo'lganda opirsiz, hozir opasangiz bo'lmamdi. Tozimi bir ish bo'ldim. Tashing, o'ylig'i chiqa, ha? Shodindong, meni nimishqa o'ylig'i chaqirdi? O'ylada taqiyamishimiz. Xiyoliy dunyodagi seg'izlar. Bu odatdagi seg'izlar ekan-ku. Buni kelgusidagi balalar maxsus o'ylada taqiyamish uchun ishlatadi. Bak alohida. Seg'izni yasalgan taqiyamash qilib bo'lmaydi. Badan o'zgartish tonelini ishlasak bo'ladi. To'g'ri. Badan o'zgartish toneli bilan badanimni kichiklasam bo'ladi. U chaqda bu seg'iz to'pa rostaqa o'xshaydi. Bo'ladi. Biz hozir Fuji teg'dimi egiz taqdim birini yasab chiqaylik. Shodindong, yo'lni tekshirib yasab tik qilib etma. Uqdim. Yana bir ish, orom oladigan joylarni yasab qo'ygin. Yana ot yo'llarni yasaylik. Yana hech qanday yo'l yo'q joylarni yasaylik. Yana kichik iqinlarni yasab qo'yaylik. Yog'ochni yasagan ko'rik. Yana o'chib, dal-daraxtlarni tikib qo'yay. Bu nima? Tog' manzarasi. Aslida mundaq ekanda. Mundaq qarsa atrofda tog'bodek ko'rindi ekan. Endi so'g'i azroq muz selib, bulut hosil qilamiz. Bulut Tog' putdi, bo'ldi. Endi badan o'zgartish tonelini ishlatamiz. Shodindong to'xtab tur, ha? Men hozirlik kelaman. Aslida Jinshangni billa o'ynashga chaqirg'il berib ekansan-da. Bundoq yaxshi narsadan boshqalar bilan tang bahramand bo'lish kerak-da. Mundaqda. Jinshang, avval ko'zingizni yuming. Ishkinglar yo'lda ehtiyot qilinglar. Ma'qul, mangduq. Bu o'rmonlik ekan-ku. Yuring, biz taqiyamishaylik. Tashing, bu tog'ning ismi nima? Ism qo'yishga to'g'ri kelsa, uni Dashong Dingdong teg'i deb ataymiz. Nimanda g'alati ism bu? Bu tog'da qushlarmi yo'qmi? Hech qanday ovoz anglanmaydi bu. Xotirjam bo'ling, birdamdan keyin anglaysiz. Qushlarning sayrag'an ovozi. Nima degan ovorchilik? Quloq siling, angladingizmi? Angladim. Pek yaqinlik ekan. Biz davomli mangaylik. Bu tog'ning egizligi zoti qancha metrdir? 2 metr. Yo'q, 2000 metr. Tashing, bu tog' bag'al sirbek tush bo'lib ketib bordi-ku. Uningga bu yo'lni bek tik qilib etma degandim. Bu yo'lni cho'qim Shodingdong yo'sildi. To'zimi bir. Voy, nim dedingiz? Hech nima. Bu yerning manzarasi rostmi pek chiroyli ekan. Tashing, tez bu yoqqa keling. Bu yoqqa kelib qarab beqing. Bu yerda daryoni ko'rgili bo'ldi ekan. Pastga tushib qarab boqaylik. Asm ko'rishdan o'tib taqqa kelganligimni texmi his qilyapman. Shodingdong doim shundoq ortiqcha narsani yasab qo'ydi. Tashing, buni kim tutmayli? Tez bo'ling Tashing, buni qaysilar? Jinshang. Kiyimingiz yo'l bo'lib ketibdi. Xotirjam bo'ling, hozirla osmondan men kiyim tushidi. Rostla odamning ishongisi kelmaydi. Jinshang, bundoq tez manglisingizchi? To'xtab turing. Meni saqlang.
Taşyong, siz pek galet ekansiz. Bir odam doim holingizdan xabar olmasa bo'lmaydi ekan. G'ayrat qiling. G'ayrat qiling Taşyong. Tog' cho'qqisiga oz qoldi. G'ayrat qiling. Bek yaxshi bo'ldi. Hey Daşung! Kaltak top oynaylı. Bu zotda qanday ish? Xobodekning ovozi og'irdi. Anglab qolgan o'xshaysiz. O öydü yok okşaydı. Rostulloh Fushan teg'iga ketmagan-da. Ha mümkün emas. O çokum uxlayotgan nima? To'g'ri deysan. Yürü. Asli bu yerda yeydigan narsalar olgan bo'lsak bo'pti ekan. Bu yerning manzarasi pek chiroyli ekan. Agar cho'p yegingiz bo'lsa, hozirla yeyalaymiz. Cho'p. Ay, menga ichki qochish cho'p bergin. Kechirgin, men cho'pni kichiklatmayli tashlab beribdimman. Kechiringlar. Men shodingdam. Tozimi bir, bular uchun avar bo'lsam, meni tex olvasti deydi. Qarindoshlar chaplig'i. G'ubodek unda qilma. Ağzını şum. Eğer gipimni anlamasan benden tayak yiyeceğim anladın mı? Bunun dikin buyruğumla anla. Benim dikinim bu iş kıl ha. Tuttun mu? Bunun dikin buyruğum bu iş kılsın. Yana Dashongni bozak qilyapsan. Buni amsa, ha? Gap olmaydigan yog'och quloq. Boshqalarni yana bozak etamsan, ha? Ölmem. Kechiring Dashong. Sen de bo'lasan. Endi buni ishga yo'q. Amal tap, hali sinab qayli. Shu qanday tap. Qarindoshlig'i bu Ava çaplak bu çaplan. Bunun çaplak hangi çaplakta? Xubodan bak. Men çaplay. Bu tapşır. Çaplak. Xub meni bu qilmasmi? Hey. Hoy. Jib egiz atamayman ku, ha? Hey, Dashong, dal vaqtida kelding, bu yoqqa kela. Shopu, nima ish? Biz to'p etishib o'ynaylik-ku. To'p etishib? Yo'q, mening o'ynag'im Sen yo'q. faqat to'p etishni o'qimaysan, to'g'rimi? Amsa mening bu to'pimni tutqin. Kela. Sen nima degan yoramas? Ha? To'xta Dashong. Sen tex meni uryotamsan. To'xta deyman. Sen meni urdingmi? Şoku. Daşunu bunda bozaksan kadar buldu. Onu bozak kılatamsan. Kalmasın. Hem de bozak kıla. Ha noç bozak. Daşu bir nima bo'lgan sen ha? Qarindoshlar chaplog'ining xili kuchi bor ekan-jimi, u menga bekla kuyunyapti. Bunun dikinchu kim seni bozak qilsa kelib meni izdigin ha? Qo'rqma. Mendiga qizqarlik. Ey sizlar anlab turinglar, bu mening inim. Bunun dikin uninga obdan muomala qilinglar ha? Bu mashina o'yinchiq pek payz ekan. Daşonga berib tura o'ynab qolsin. Daşon qani tuzit qilmay qanig'idek o'yna. Men bo'ldi o'ynamay. Daşon, sana nima lozim bo'lsa, menga degan men akab beraman. Bu mashina bek yaxshi ekan. Men uyga ketaman. Ey, nega borsan Daşon? Daşon nega borsan, ha? Uyga ketamsa, uyga ketsang ishimiz birga ketayli. Ha, Daşon! Dashong nimishqa hozirgacha qaytib kelmaydigandi, u nega ketgandi? Men uningda rostla ansirab qoldim. Uningga bir ish bo'ldimi ya? Men uyga ketaman. Uyga ketaman.
ketaman. Sana dedim bu senin uyun. Muşyada tursa, nimana gap anlamaydıgansın. Rastlı muş yerge kepti. Kechiringlar, sizlarni avar qildigan bo'ldim. Hey, Taşon, bizning uyda nima qilsa, men seni uyga taklif qilmagan tursam, tez ket. Tashung, hozirdan boshlab sen uning akisi bo'lding. Taşon aka, muşu senin uyungu, unutup kaldınma, ha? Bu mening uyim emas. Men hozir o'zimning haqiqiy uyiga ketaman. Uqdingmi? Bırak bu mening uyumgu. Bilamsan, sen degan mening ukam. Ajba akangning gapini anglamamsan? Anlayman. Xubodak, bundan keyin har qanday ishda mening gapimni anglaysan, uqdingmi? Ma'qul. Qo'rqib ketdim. Bu bodaksiz, chidg'uchiligim qolmadi, tozimi bir. Mening kampitim. Bu bek tatlı gen. Ne oldu? Durun. Hey! Kızlar! Kapıyı fıkamdan kendine o. Sinip evlen bolamdı. Uqbal qilib qo'ydi. Tuvak geçme bala. Aka, av kız var beni siz oğul bala dep özdürüp bilen bile oynayıp koymadı. Xubodak, ovozingni bundan tez chiqarmagin, ha? Bırak ulan beni oynayıp koymagan dursa. O'ynag'ini qo'ymas, mening amalim yo'q. Kim seni o'g'il bola bo'lsin debdi. Akam beni oğul bala devatidi. Xubodak nimishqa bundoq bo'lib qolgandi? Tozimi bir. Uqqaning chaplig'i uyda, men uning singilning chaplig'ini chaplab qo'ydim. Bakteriyadan prənik yasash. Tashung, nimishqa gap anglamaysan? Doim shundoq meva suvi ichaversan, tishingni qurtib qana qilasan, ha? Ussang, so'ysang Men bo'lmaydi. yo beliq bo'lmasam, doim suv ichsam qandoq bo'ladi? Nim davatsan? So'ysang nimishqa bo'lmaydi ekan? Meva suvi ichsang, tishingga qurt tushadi. Suni meva suviga aylantira oladigan bir narsa bormidi? Shodindan, u qandoq mashina? Boyaqi qandoq narsa? Hech nima emas. Agar boyaqi narsaning nimaligini menga deb bersam, buni senga beraman. Mezlik pranik. Tezligina, boyaqi qandoq narsa, ha? Bu narsa bakteriya mashinasi. Yanılı demiginim yo'qshdi. Uni qalaymagan tegishga bo'lmaydi jimo. Bu narsa bexatarlik. U hatto insoniyatni vayron qilib o'tadi. Lekin diqqat qilib ishlasa bo'ladi. Bakteriya yasash mashinasi. Bu yangi bakteriyalarni yasashga ishlatiladigan mashina. Bakteriya nimish qandoq narsani yasaydi? İnsanlar nurg'un bakteriyalarning qo'g'dishiga muhtoj. Bakteriyalar insonlar bilan birga yashaydi. Ular insonlarning badandagi oqsil bilan uchrashgandan keyin yurak foydali narsalarni ishlab chiqaradi. Amsa suni meva suviga o'zgartiradigan bakteriya bormi? Meva suyini yasig'il bo'ladi. Men hozir suvdan pranik yasig'il bo'ladigan bakteriyani tadqiq qilyapman. Yangi bakteriyani tepib chiqish uchun kon bakteriyaning ikki tarafidagi temperaturini yuzasi yuqori ko'tarishim kerak. Baytas nurg'un jarayon ketadi. Men tushunmadim, sen avval qilib boqqa. Nima undaq oson yasab chiqilib bo'ladigan ish bor. Bu mashinaning muqim mashg'ulot usuli yo'q. Shuning buni yasab chiqmoq baytas. Yangi bakteriya tayyor bo'ldi. Rostmi? Noit ig'irdak qiladi. Agar zaharli bakteriya bo'lsa, chatoq chiqadi.
Bu bakteriyani sen yasab chiqqanma? Şundaq. Hazırla tecrübe işleyli. Bu zada qandaq bakteriyadı. Su temitip bakaylı. Hiç qandaq inkası yok. Qağız sep bakaylı. Yeni inkas bulmadı. Mıh. Şeğil taş. Raq. Yaltırak xalta. Pranik. Mening piranigim. Mening piranigim. Bildim. Bu pranikni parga aylandırıp yutadigan bakteriya ekan. Bu bakteriyani yo'qitib Ay, to'xtab tur. Balkim bu bakteriyani ishlatgan bo'lishi mumkin. Biroq mening piranigim. Men 80 xildan ortiq bakteriyani yasab chiqdim, lekin bu bakteriyaga pek ko'sh bo'ldim. Chunki sen ishlatishni bilmaydi ekansan. Men sinab boqay. Shundoqcha bakteriya yasab chiqsammi, biroq hech qaysini ishlatgan bo'lmaydi ekan. Buning ta'mi tatliqdek turdi-ku. Nima degan tatliq? Boshqa yo'pirmoqlarni chilab boqaychi. Tez bo'lay. Mushunchalar qilsam-ku bo'la. Endi bakteriyani ustiga qo'yay. Qandoq o'zgarish bo'ladi ekan? Erishga boshladi. Puruqi nima degan mezilik? Bek tatliq ekan. Ko'pchilikmi ichib boqsin? Buni ichinglar davotamsan. Bu bek tatliq. Bek tatliq ekan. Men azaldan bundaq mevasini ichib boqmagan. Taşyong, bu meyve suyunu nereden aldınız? Qandoq, yaxshimi ekan? Bak yaxshikan, bu meva suyini nereden alding? Bu xil meva suyi hozircha texi bozorga selinmadi. Biroq ishonaman, bu cho'qim bek bozor topidi. Bu degan cho'ng bir kashfiyot, to'g'ri. Uningga Tashung meva suyi deb ism qo'yay. Butun kim yog'i qilishi mumkin. U balkim cho'qir to'lqishi mumkin. U chaqda mening kelimni qirdi. Yaxshi de. Nek chiqib bo'ldi. Bag'an yuvadi endi xush bo'lib turgan bo'ldi. Men bakteriya tayanib qo'ygan qindirgan qoldi. Chodinda qarab bu bakteriya avamay cho'ng'i yerishini vayron qildi. Qandoq qilamiz? Amal yo'q, bu uydan tezroq chiqib ketaylik, Tashung. Qandoq qilamiz? Amal yo'q. Uyimizni buzadigan bo'ldi. Nimish bo'lgandi? Mama bilmedim. U pranik cho'qim pranikni gazga aylantirib yetadigan bakteriyaga uchrabdi. Undaqda